Bularga nari berib bir oy uy reklama qilmadim. Safarda edim. Xabaringiz bor. Menga kecha telefon qilishdi. Aka, bormisiz? Biz sizni kuzatamiz. Nimaga uy qilmayapsiz reklama deyishdi. Men rosa xursand bo'lib ketdim. Shunaqa obunachilarim borligidan men rosa g'ururlanib ketdim. Endi aka, arzon uy topmasam, menni xafa bo'lishadi, o'zingiz bilasiz. Men shu uy reklama qiluvdik-a, qo'ygan edim. Nech pul qo'yuvdik? 72 ming qo'ydik. Hozir narxi nech pul? Endi men o'zim tanishim uyda bu. Ha. Sot bergin deyapti. 65 ming qo'yamiz. Yaxshi qurganlar, aka. Cho'tki qurilgan, zo'r, pishiqlardan qurilgan, baqvat qurilgan. Unga javob. Aka, meni hurmatim. O'rtog'ingiz kelishtirib beradi. 60 ming startviy qo'yinglar. 60 ming sal pastroqmi domani. Endi bang bo'lsa obunachilarning hurmati, xalqqa bo'lsin, chiroyli narx, barakasini bersin, 60 ming qo'yamiz. 60 ming yaxshi narx. Start 60 ming. Bo'ldi, sotamiz. Kimlardir uyli bo'lib qolsa, yo'qmasa men obzorni boshlayman. Ko'chasini syomka qilaman. Qaranglar, mana shu odamlar uy quryapti, mana. Yomon joy bo'lganda shuncha pul tikib odamlar qurmasidi. Sotuvga chiqqan xonadonimiz, mana o'zingizlar ko'ringlar, sotuv. Svetiga bitta e'tibor beringlar, mana svet, suv, gazdan xudo xolasa muammo yo'q. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, mana ochilib turgan eshik hojatxonasi. Hop, yo'liga bitta mashina qo'yasizlar, kirishimiz bilan o'ng tomonda bitta katta zali bor. Qaranglar. Patkulch uy, kirasizlar, yashaysizlar. Xo'p, bu yoq tomonda bitta qaranglar, mana chap tomonda hojatxona hammom bor. Bu yerda yotoqxonasi bor ekan. Endi sizlarga ikkinchi qavatni bitta ko'rsatib beraman. Narxidan yana o'tib beradilar. Nomer yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Manzilni ham xudo xolisa aytaman. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan to'g'rida hojatxona, hammom bor. Bu yerda bolalar yotoqxonasi bor. Xonalari katta-katta. Bu yerda yana bitta bolalar yotoqxonasi joylashgan. Endi sizlarga etek tomonni ko'rsataman. Zeleniy zonasini ko'ryapsizlarmi? Katta zeleniy zona. Bu toza havo joylar. Nazarbay tekstil, Tarozda. Bu yerda podvali bor. Havosi zo'r joylar. Men betlarni necha yildan beri bilaman, yaxshi joylar. Rivojlanib borayotgan joylar. Qaranglar, katta mehmonxonasi bor bu yerda. Bu yerda oshxonasi bor. Nazarbay tekstil Tarozda ustotu 6 ta xona. O'zingizlar ko'rdinglar, egalarning nomer opsiyasida bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qorasizlar. Startviy narx $60 ming.